Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Biz shunday bir o'yinni tashkillashtirdik. Hamroh savdo markazi jamoasi. Ya'ni nisib bo'ladi, hozir biz usta Ruslar yana keldik. Shu yerda bir kichkina bir maxsus o'yin o'tkazamiz. Shu o'yinda g'olib bo'lsalar, bularning jamoasiga maxsus sovg'alarimiz bor. Keyingi ustalar kim bo'lsin, shuni kommentariyada yozib ketinglar. Xohlasangizlar videoni jo'natib qo'ysangizlar, keyingi manzillarimiz qaysi ustana baringlar desangizlar, shularga borib qiziqarli o'yinlar o'tkazamiz. Keyingisi aniqsiz bo'lishi mumkin. Diyorbek gittikmi boshladikmi? Bo'ldi. Kim bomba yangiliklar bo'ladi? Bize Hamroh savdo markazidan keldik. Ya'ni sizlar bilan bir maxsus o'yin o'tkazishni maqsadimda. Bir son aytamiz, shuni ushlab qolsangizlar, shu sovg'ani bir ushlasanizlar ham hammangizga beramiz. Jo'ra, necha yoshadingiz? 25. Siz shuni 25 torsangiz, o'rtaqsangiz, shu sovg'alar beramiz. Bo'ldimi? Bo'ldi. Che, 19 chiqdimi? Siz qaysi son yoqadi? 12. Siz shu 12 ni topsangiz, maxsus sovg'amiz sizlarga berkitamiz. Do'satda do'satasizmi? Ha. Buncha bo'lmasa kerak. Bo'ldimi? O, topdi 12. Qadam emas, tamomla. Sizlar uchun kichkina ham maxsus sovg'alarimiz. Sovg'a sumka ichida maxsus shapkamiz bor, futbolkamiz bor, ishda bemalol yeyib, ishlab, yesangizlar bo'ladi. Kutamiz sizlar ham do'konimizda. Keyingi sonini usta dastaganida o'tinglar, обязательно. Usta dastona esa atmetga ketasizlar, bizlar baramiz shularga. Agar kelaversizlar desangiz. Tayyorlanib turing, zo'r shartlar olib qaramiz sizlar.